Bu insonni mazasi yo'q. Tezroq yordam chaqirish kerak. Boy odam aka. Juda boy. Agar pullarini olsam, menimcha sezmasa ham kerak. Onam bilan umraga jo'natardim. Muammolarimni hal qilardim. Qisqasi, pulni olaman va telefondan zakazni admin qilaman. Hech kim mendan shubhalanmaydi. Yo'q. Nimalar qilaman o'zi? Shunaqa muqaddas joyga harom pul bilan onamlarni jo'natamanmi? Onajon, meni kechiring. To'g'ri, men boy emasdirman. Lekin siz meni to'g'ri tarbiyalagansiz, onajon. Men halol mehnat qilib pul topaman. Allo, skora? Qaqqa shoshyapsan, dabba. Qaqqa shoshyapsan, dabba. Yon atrofingga farqi yo'qmi? Chort. Oka, kechirasiz, atidan qilmadim. Bu mashina bilasan, sen turmushingdan qimmat turadi. U ko'r qatdan ko'rmay qolasan. Voy jannat. O yonni ham qiribsan-ku. Buni to'lash uchun nima endi? Bir umr ishlaysanmi? Kechiring. Qanaqa kechiring, dalban? Nima oyog'ing ragatka qilib o'tirib olding? Choting bilan to'lamoqchimisan, ha? Rayonning. Endi sen menga qarsan. Sho'chib ketdi. Bilasan nimaligini? Oka, uzr, hech bo'lmasa pоворotnikka yoqmaysizmi? Pоворotnik? Nima sen meni aybdor qilmoqchimisan? Oka, oling qo'lingizni. Tiling chiqib qoldimi? Adam kimligini bilasanmi? Любойni og'ziga berib qo'yadi. Tezroq zakaz qilgan odamga dorisini olib borib berishim kerak. Bu dori odamning hayotini qutqarib qolishi mumkin. Ortiqcha bosh og'rimaga kerak emas. Oka, men ketishim kerak. To'xta! Qaytdimmi? Biz sen bilan hali ko'rishamiz, tushundingmi? Tushlaringga kirib chiqaman. Dabba. Jonim, jahlingiz chiqsa shunaqa vahshiy bo'lib ketarkansiz. Yoki mana mashinangizni qirib ko'raymi? Go. Kerak. Bola, vaqt kelgan? Ha, hozir. To'xta, gaplashib olishimiz kerak. Oka, iltimos tezroq haydang. Qolgan pulingizni bering. Qo'lga tushdingmi? Qo'rqma. Biz ham dastavkada ishlaymiz.
Haydi. Sen itni bolasi. Qahramonimiz kelibdi-ku. Etudimazan topaman deb. Xonimlar va janoblar, qarang, siz bizni koshonaga qadam ranjida qilib, bizni juda xursand qildingiz. Butga hali bunaqa qimmat kiyimda hech kim kelmagan edi. Janob kuryer, xush kelibsiz. Ichkariga marhamat. Kim bu xizmatkorni ichkariga qo'ydi? Bu kulgili emas. Janob kuryer, bir qoshiq qonimdan keching. Sizni kayfiyatingizni ko'tara olmadim. Kiyimlaring juda ajoyib. Bugun ofisimizda fashion kechaligidan xabarim yo'q ekan. Bo'lmasam, men ham yangi otdan kiyinib kelardim. Ming bor uzra. Yalanga yo'qligi ko'rinib turibdi-yu. Hozir bunga qarasam gunoh. Bu ishchi kiyimim. Ha, yo'q-e, sizni ishchi kiyimingiz ham bormi? Ama sizni katta biznes egasi deb o'ylayman ha. Qatdan bunaqa bejirmoyoq kiyim oldingiz? Bu Loro Piano'ni oxirgi modellaridanmi deyman ha? Ko'p. Xudiyam oldin bitta bilsa kerak. Gapirmang. Do'kon nomini aytib o'tirmang. Men bir umr pul yig'sam ham bunaqa oyoq kiyim ololmasam kerak. Zato o'zimni pulimga olganman, adam olib bermaganlar. Sen itni bolasi. Nima deyapsan? Hozir sandan bani boru, tilingni kesib, ko'tingga tiqib qo'yaman. Davay kuryer. Qani, bitta o'yinga tushib ber. Xotiron soqim beraman. Qani, davay. O'yna. O'yna. O'yna davommi? O'yna davommi? O'yna davommi? Tepma, buni ichida ham bor-ku. Mehmonni ham shunaqa kutib olishadimi?